Assalomu alaykum kiberdunyo ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan Telegram nimaga butun dunyoda jim bo'lib qolganini, ChatGPT qanaqa qilib geolokatsiyada odamzoddan o'zib ketganini va hamda dunyo davlatlari qanaqa qilib kiber armiyalar tuzayotganini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, Microsoft Defender'dagi yangi zaiflik va aqlli shaharlar qanaqa qilib hakerlar uchun ochiq eshikka aylanishini ham muhokama qilamiz. Kelinglar, texnologiyalar urushidagi eng qiziq janglarga nazar tashlaymiz. Tayyormisizlar? U holda Matrixga xush kelibsizlar. Telegram yana o'chdi. Bu safar butun dunyo jim. 9-aprel 2025-yil. Foydalanuvchilar Telegramga kira olmay sarson. Turkiyadan AQShgacha, Hindistondan O'zbekistongacha hamma bir narsani so'rayapti. Telegram ishlamayaptimi yoki faqat mandami? Undan tashqari 17-aprel kuni Telegramda O'zbekiston, Qrim va Moskva viloyatlaridagi serverlarda katta uzilishlar kuzatildi va aynan shu holatda O'zbekistonda kunduzi Telegram ishlamay qoldi. Texnik nosozlik. Telegram rasmiy sahifasida muammo serverlar bilan bog'liq ekani haqida aytildi, lekin siz va biz bilamizki, bu kabi keng ko'lamli nosozliklar oddiygina xatolik bo'lishi kamdan kam holat. Ayniqsa Rossiya, Eron va boshqa davlatlar Telegramni senzura qilish yo'lida harakat qilayotgan paytda bu voqeani faqat oddiy glitch deyish juda soddalik bo'lardi menimcha. Bu nimani o'rgatadi? Bir nechta messenjerga ega bo'lish kerak. Hozirgi dunyoda shunchaki qulaylik emas, bu narsa zarurat. ChatGPT endi odamdan yaxshiroq joy aniqlay oladi. AI geoguessing deyiladi bu narsaga. O'ylab ko'ringlar, sizlarga bitta rasm beriladi. Yo'l, daraxt, osmon. Sizlar taxmin qilishinglar mumkin. Bu Braziliya. Ammo ChatGPT yo'q, bu aslida Xitoydagi Gansu viloyatining chekkasi va aynan koordinatalar bilan. Yangi sinov funksiyada ChatGPT geolokatsiyani surat asosida aniqlay oladi. Oddiy kulgili o'yin ko'rinishida bo'lsa-da, bu texnologiya OSINT, ya'ni Open Source Intelligence insonlarni internetdagi ma'lumotlaridan aniqlash olamida inqilob bo'lishi mumkin. Xavotirli jihati esa maxfiy ma'lumotlar, uy manzillari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi fon suratlari orqali odamlar kuzatuv ostida qolishi mumkin. Foyda bormi? Albatta, favqulodda vaziyatlar, jinoyatlarni ochish, razvedka uchun va yoki bo'lmasa bu texnologiya shunga o'xshash sohalarda oltin qiymatida. Ammo esda tutish kerak, har bir AI kuchi ikki tig'li qilich, ikki tomonni ham kesadi. Microsoft Defender'dagi xavfsizlik vositasi o'zi xatarli bo'lib chiqdi. Aynan himoya qilish uchun mo'ljallangan Defender'da, ya'ni antivirusda zero day zaifligi topildi. Noto'g'ri eshitmadinglar. Defender hujumga eshik ochib qo'ygan. Bu zaiflik orqali zararli dasturlar o'zini foydali ilova deb ko'rsatib, tizimga kira olgan. Microsoft bu muammoni tan oldi va patch ustida ish boshlagan. Yangilanish chiqadi yaqinda. Sizlarga tavsiyam esa yangilanishlarni avtomatik holatda yoqib qo'yinglar. Faqat rasmiy do'konlardangina dasturlar yuklab olinglar. Extra EDR, ya'ni Endpoint Detection and Response vositalarini ham ko'rib chiqinglar. Fransiyada yangi kiber armiya, haqiqiy hackback bo'linmasi. Fransiya hukumati kiber xavfsizlik darajasini keskin oshirdi. Cyber Defense Force yangi harbiy bo'linma tuzildi. Bu bo'linma nafaqat hujumlarni aniqlaydi, balki kerak bo'lsa javob zarbasi ham bera oladi. Ya'ni hackback qilishga ruxsati bor. Buni sababi Yevropada so'nggi 3 oydagina hukumat saytlariga qilingan DDoS hujumlar 200% ga oshgan. Fransiyani bu qadami boshqa davlatlarga ham signal bo'lishi mumkin. Endi himoyalanish emas, javob zarbasi vaqti keldi. Toyotaning aqlli shahri Woven City hakerlar nishonida. Yaponiyaning futuristik shahrida tajriba bo'layotganda avtomatik yo'llar, aqlli lampalar, shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan tizimlar va hokazo va hokazo. Ammo sinov vaqtida noma'lum hakerlar shahar monitoring tizimini aylanib o'tib, ichki infratuzilmaga kira olgan va yaxshiyamki bu faqat sinov holatida edi. Bu voqea aqlli shaharlar xavfsizligi bo'yicha ogohlantirish bo'ldi. Texnologiyani hayotimizga joriy qilayotgan ekanmiz, hakerlar ham biz bilan birga yashaydi. Buzib kirishga harakat qiladi. Bugun kiber fazo to'g'risida bilganlarimiz yarmiga yetmaydi. Telegram ishlamay qolganida odamlar Facebookka o'tdi, lekin ertaga Facebook nima bo'ladi noma'lum. ChatGPT esa endi siz turgan joyni surat orqali aniqlay oladi, sizni emas,
manzilingizni. Har hafta sizlar bilan yana xuddi shunaqa videolarni ustida ko'rishamiz. Shunaqa videolardan xabardor bo'lish uchun esa like bosib kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Sizlarga savol: geolokatsiyani aniqlay oladigan sun'iy intellekt bizga foydalimi yoki tahdid? Fikringizni izohlarda kutaman.